7 oylardan keyin indamay ishlardim, Qur'on o'qib o'tirsam, soat 11lar bir yigit kirib kelyapti. Gavdalik shu Muhammad Aliday bor. Qo'lida hali braslet, mohlarda troz va kalitni o'ynatib kirib kelyapti, bir allambaloq jipda. Keyin keldi, kim bu yerda qor aka dedi. Men aytdim, imomni so'rayapsizmi dedim. Ha, imomni so'rayapman. Hozircha men dedim. Nima gap, nima xizmat dedim. Dadamlarning mazalari bo'lmayotdi, bir Yosin o'qib qo'ysazmi dedim deydi. Men aytdim, men hech bir dam solganlarimni tuzalib ketganini esla olmayman dedim. Shunda normalniy odamlarga boring, o'sha olib boring, dam soldiring dedim. Ulgurmasligimiz mumkin dedi. Og'irmi dedim, ha dedi. Peshingacha ulguramizmi dedim. Qayerda dedim, palon joyda. Bo'lmasa ketdik peshingacha borib ket. Borib bir uchetaj, uy, yevro, remont, hammasi chiroyli. Qo'liga kirdik. Bundoq ichkari kirsak, hojatxonani anqib turibdi, hidi sasib turibdi. Endi bu yerga bolalar o'tirgan bo'lsa, navaralar hali qaramadimi, otasi bilan avara bo'lib deb, endi unga parvo bo'ldim. Ichkari kirdik, yana ichkariga bitta xonaga kiruvdik. Hidga chidab bo'lmaydi, hatto to'nim bilan mana shundoq qilishgacha bordim. Dimog' mana shundoq. Shunda ham chidab bo'lmayapti. Hech kim yo'q. Mana shu yerga stol dedim, mana o'tiribman. O'tirdim. Auzubillahi minash shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin deb Sura Fotihani birinchi oyatini o'qib shundoq, qani kimga dam solyapman ekan deb bundoq qarasam, 7 oy oldin qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak degan odam yotibdi. Ko'zim bilan ko'rganim. Axlatiga qorishib, hamma yog'iga chapalagan, yuzi ko'zi hamma yog'iga chapalab, shunaqa jala bo'ron qilib so'kishni boshladi. O'g'illarni so'kyapti, qizlarni. Keyin meni ham o'tdi, seni ham onangni palon tugun deb. Men shu o'tiribman, alhamduni qidiryapman, ar-rohmanir rohim yo'q. Go'yoki Fotihani bilmayman, esdan chiqarganman. Xayolimda yo'q, umuman kelmayapti. U so'kayotibdi, men yig'layapman, alhamduni qidiryapman, ar-rohmanir rohimni qidiryapman.